Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Navbatdagi domigimiz tayyor bo'ldi. Obzor qilib beramiz. 12 metrlik konteynerga tayyorlangan, balandligi bo'lsa 290 lik. Bunga jami 2 ta yotoqxona, bitta oshxona va bitta sanuzel qilib berganmiz. Asosiy kirish eshigimiz temir eshik bo'ldi. Bunga maloshniy kraska sepganmiz. Kiraverishimiz koridor. Va chap qo'lda birinchi xonamiz yotoqxona, ya'ni spalni, detskiy desa ham bo'ladi buni. Bu yoq tomonimiz sanuzel. Sanuzelimizga bitta dushoy kabinkasini qo'yib berganmiz. Bu tomonimiz oshxona. Mahkamgina oshxona qilib berganmiz. Oshxona mebellarigacha o'rnatib berilgan. Bu tomonimiz yana bitta qo'shimcha yotoqxona, spalni. Kimgadir kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu domigimiz narxi $4800, vodiy bo'ylab dastavkasi, o'rnatish xizmati mutlaqo bepul. Toshkent shahriga ham dastavka qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga kelishilgan narxda dastavka qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga ozgina dastavka xizmati qo'shilib qoladi. Aloqaga chiqaverasizlar, tayyorlab beramiz.